Pero siempre tira un like. Bilasizmi, nega mashhur blogerlarning videolari sifatli va millionlab prosmotrlar oladi? Sizniki esa har doimgidek sifatsiz va yoqimsiz kadrlar. Chunki blogerlar kamera nastroykasi va Instagram nastroykalarini yaxshi bilishadi. Hozir men sizga kamera nastroykasi va reelslarni qanday qilib to'g'ri joylash kerakligini o'rgataman. Bonusiga Instagram storiesiga qanday qilib video olish kerakligini ham o'rgataman. Birinchi bo'lib, nastroyka bo'limidan kamera bo'limiga o'tamiz. Zapis videoni 4K 60 fps ga qo'yamiz. HDR degan joyini o'chirib qo'yamiz. Zapis videodan chiqib, pastroqqa tushganimizda setka, zerkalniya va уровень degan knopkalarni yoqib qo'yamiz. Endi esa Instagramga kirib, Reels joylayotganimizda eng pastiga tushsak, расширенные настройка degan joyga kiramiz va uni ham eng pastiga tushsak, высокое качество degan joyini yoqib qo'yamiz. Ko'pchilik qiladigan xatosi bu oldi kamerada istoriya olish, to'g'risi esa orqa kamerada 0.5 ta videoga olish. Keyin ko'pchilik qo'lini orqa tarafdan o'tkazib oladi videoni, bu esa noto'g'ri. Bunda qo'lingiz katta bo'lib ko'rinib qoladi. O'rniga qo'lingizni oldi tarafdan o'tkazib olsangiz, fokus sizda bo'ladi, qo'lingizda emas. Bundan ham foydali videolarni ko'rish uchun menga obuna bo'ling va bu videoni kerakli odamga yuborib qo'ying.